Grudinka deydimi? Mana grudinkalarni qarang. Janvar. Fermadan chiqqan aka bular. Aha. Bular cho'rni piyostirmas, semental seleksiya qilingan. O'zim mana sementalda. Bu yig'ilib olib, mana qaranglar. Nari mahalladan turib olavering aka. Mana qaranglar, akalar. Assalomu alaykum, qadrli YouTube ishqibozlari, halol baraka kanali obunachilari. Biz bugun Toshkent shahar Uchtepa rayoniga kelganmiz. Sotuvimizda ikki bosh buqachalarimiz bor. Patsos variantlaridan bitta semental gibrid va original semental 4-5 oylik molli ekan. Mana orqa korobkalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Qadrli obunachilar, oyoqlariga e'tibor qilamiz. Oyoqlar mana shunaqasiga tek tutishga, mana bunaqa rombik emas. Mana bu bellarini, orqalarini qaranglar. Mashallah. Hamma yog'i kelgan janvar. Zavod to'qala aka bu. Bularni yo'q bilan shoxi bor ho'jaki. Kuydirilmagan bu. Mana bunimizni orqasini qaranglar. Bu semental bilan gibrid bu. Cho'rni piyostir. Tushunarli. Qadrli obunachilar, mana shu mollarni hozir qisqacha obzor qilamiz, yechib, yurg'izib, har tomonlama ko'rsatib beramiz. Abduvohid aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Anvar aka charchab qolmadingizmi? O'zingiz tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Uychilar yaxshimi? Aka, endi buni ma'lumotini bering bu buzoqlarimizdan. Mana buni qaranglar, mana uzoqroqdan oling. Akalar, mana bundoq qilib pastdan olmayapman. Mashinasidan boshlaymiz. Mana mashinadan boshlaymiz. Oyi, yedishchisi, parametrlarni bering. Mana shu yerga ko'rsatib boraman. Bunimizni cho'rni piyostirmas, semental seleksiya qilingan. Aha. Yoshlariga keladigan shu 4 oy, 5 oylik narsa. Aha. Bo'ylari shu plus minus 1.15 lik narsa. Qadrli obunachilar, ekranga sig'mayapman. Borgan sari orqaroq uchun o'tib olmayman. Uzunligini qarang buni, jonivorni mana. Mashalloh, mashalloh. Olishadi, boqishadi, maza qilishadi xolos. Gibrid. Demak, ota semental, ona rossiyskiy bo'lyaptimi shunda? Xuddi tomoni semental aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qani bir yeching o'shani o'zini alohida bir o'rtaga olib chiqing. Janova. Qadrli obunachilar, ikkalasini bir joyda olib qo'yib, bir qo'ra qilib, maza qilib boqsanglar. Bunacha yedisi, ichtisi, hamma narsasi joyida ikkalasini ham. 10 gram nuqsoni yo'q mollari. Ke janova. Qani olib chiqing. Ke janova. Hojjonov. Sal buyoqqa qoling. Ke. Mana. Hojjonov. O'ynaqilab turgan ekan-a? Mashalloh. Molla o'ynaqilab turganini olgin deyshadi. Mana buni qaranglar. Qimirlatmang mana, voy, oldilarini. Oyoqlariga bir e'tibor qilamiz. Oldi tuyoq va orqa tuyoqlari. Mana ko'krak, grudinka deydimi? Mana grudinkalarni qarang. Janova. Boshqacha narsa xudo xohlasa. Mashalloh, mashalloh. Mana qarang. Qani mana yo'llardan bir ko'rsataychi. Mana akalar, badani ham zo'r ekan molni. Ko'rsatayman. Mana. Molni qarang. Mana uzoqroqqa bormasam ekranga sig'mayapti mana. Va nari mahalladan turib olavering aka. Mana qaranglar, akalar. Korobkasi qanaqa, orqasi puchmasmi deysizlar? Mana. Hamma yog'i kelgan. Mana qaranglar, mana. Quloq raqami 45-26 ekan. Janova. Mana. O'sha oyoqlarini yana e'tibor qilib qo'yasizlar, qadrli obunachilar. Bu juda muhim. Oyoqlari mana shunaqasiga tekis tushgan. Bu nimadan dalolat? Ona ham, ota ham haqiqiy paroda. Rostlagasimi? Ona ham, ota ham haqiqiy paroda. Yedishchisiga, sog'ligiga hamma narsasiga javob beramiz. 100% garantiya aka. Javob. 4 oylik qadrli obunachilar. O'tgan 4 oylikdan. 4 oylikdan o'tgan. Mana shu oyoqlar ham ililan qaranglar. Mashalloh. Janova. Kallalari ham kelishgan. Xo'p, Abduvohid aka, bularning narxini ikkalasini bir joyda aytamizmi? Ikkalasini bir joyda aytamiz, xudo xolisi. Olib kiring buni. Ke janova. Hey. Mashalloh, mana bunisini qaranglar. Hay janova. Tek. Buni ham mana shu bir chekkadan boshlaymiz. Mana oldidan ham, orqasini ham. Semental originali mana. Hey. Bular arqonga yaqinda tushganmi deyman aka? Ha, o'zi fermadan yaqinda olib chiqdimmi bularni? Tortilib turayapman. Molchi, qadrli obunachilar, mana bu gibriddan ham uzun mana shu mol. O'z tepasiga ko'rsanglar mana. Jivoga yetmaydi-yu baburu. Lekin mollarning xudo xolisi nuqsoni yo'q. Mana qaranglar. Bo'ylari qancha keladi? Siz Abduvohid aka? 1.15 plus minus deb bular. 1.15 1.dan baland deb. 45-36, badani ham zo'r. Mana orqasi buni ham. Mana. Hozir buni ham oldi, ko'krak qapaslarini ham ko'rsatib ber. Mol ma'muri siqadi, unaqa arqonga unaqa o'rganmabdi. Mana akalar. Oldilarini ko'rsin. Mashalloh. Mana. Obor buqa qilib olishsin mashina. Ikkalasini bir joyda olib qo'yib, tashab qo'yishinglarni tavsiya qilib qolaman akalar.
Tag'in o'zinglar bilasiz, donaga ham sotaveraman deyaptilar. Abduvohidga endi buni rasamatini bering. Necha oylik, nima bu? Bu ham shu 4 oy 5 oylik. 4 oy, besh- bitta fermadan chiqqan aka bular. Aha. Billa katta bo'lishgan, aka-uka hisobida bular. Aha. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, o'sha 1.15 plus minus lekin 1.10 emas, 1.10 dan baland. 1.14 bo'lishi mumkin, 1.16 bo'lishi mumkin. Aha. Abduvohidga pulini ayting, pulini. Aka qarang, kecha bozorlarga tushdi, ko'rdi Aha. narx-navolarni. Aha. Bitta narx aytaman, bilmayman. Yo, ha desiz, yo desiz, qimmat desiz, arzon desiz yoki. 57 million kami bor ana. Mashalloh. Kami bor. Kami ham bor, aka. Ikkalasi bir. Dastlabki ham bor. Dastlabki muammo emas, bilasiz. Voy, kelishilgan o'y, mana kallasini, qulog'ini qaranglar, akalar. Xullas, jupiga 57 million ekan. Kami bor. Kami bor ekan. Olib boryapman yoniga. Dastlabki xizmatlari ham bor. Abduvohidga men bittasini olaman deb qolibsiz. Addini ham sotib mana. Endi jillaysinlar bizga ikkalasi bir joyda sotganimiz yaxshi. Sababi Ha. ikkalasi billa olingan bular. Aha. Addini ham mana sotib Qadrli obunachilar, tavsiya qilib qolaman. Mana donaga ham sotaveraman deyaptilar. Lekin ikkalasini bir joyda olib qo'yib, Endi agar ikkalasini bitta olib boqsa, xudo xolasa. mana mana cho'zovligi endi ko'rindi, mana Yaxshi sementalli. Ko'ryapsizlar, mana ikkalasi bir xil boylangan. Haligini ham yig'ilib oldi. Mashincha o'zim mana sementalda. Bu yig'ilib oldi. Mana qaranglar. Chimadan deydimi buni? Diklamad deydimi? Aloqaga chiqaverasizlar. Jupiga 57 million kami bor, donalabga ham sotiladi. Donalabga demak narxi o'zgaradi. Narxiga o'ziga qara. Kelishib oldilar. Kelishadi. Kelishilmaydigan narsani o'zi yo'q. Okey, kelishamiz narxi. Bunisini ham donalarga sotaveramiz. Endi jillaysinlar ikkalasini bir joyda sotganimiz ma'qul. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar, misol uchun tavsiya qilaman lekin. Mana 45-26 gibridimiz, 45-36 sementalimiz. Tavsiya qilaman, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.